Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. Temiryo'lchilar tarkibni 27 yoshli Xavbek Yomanishich bilan kuchaytirmoqchi. Bu haqda Chempionat Aziya sayti bosh muharriri Narzulla Saydullayev xabar berdi. Serbiyalik yarim himoyachi Yomanishich Lokomotivga o'tmoqda deyiladi xabarda. 27 yoshli Nishich 2025-2026 yilgi mavsum Radnichki Nish sharafini himoya qilib 15 o'yinda qatnashgandi. U faoliyati davomida Nishliklardan tashqari Partizan, Teleoptik va Vojdovas jamoalarida harakat qilgan. Transfermarkt portali uni 700 ming yevroga baholagan. Saudiya Arabistonida o'smirlar 23 terma jamoalari o'rtasida Osiyo Kubogi o'tkazilmoqda. Mazkur musobaqada O'zbekiston o'smirlar 21 terma jamoasi C guruhidan joy olgan bo'lib, ikkinchi turda Eronga qarshi bahs olib boradi. Ushbu bellashuvni quvvatli hakam boshchiligidagi brigada boshqarib boradi. Ma'lumot uchun uchrashuv bugun soat 19:00 da start oladi. Birinchi turda Ravshan Haydarov shogirdlari g'alaba qozonib, turnir jadvalida 3 ochko bilan peshqadam bo'lib turibdi.